Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men 5 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan fuqarolar pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Hozir pensiya olayotganlar va ota-onasining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap 15 sentyabrdan keyin pensiya, ish staji, nafaqa, qayta hisob-kitob, hujjat tekshiruvi va deputatlar muhokamasidan o'tgan o'zgarishlar atrofidagi masalalar haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki bugun siz pensiyada bo'lmasangiz ham ertaga sizning stajingiz, oyligingiz, hujjatingiz va pensiya miqdoringiz aynan shu tartiblarga bog'liq bo'ladi. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda eng katta muammo shuki odamlar yangilikni eshitadi. Lekin uning asl mazmunini, kimga ta'sir qilishini, kimga tegmasligini va qaysi hujjatlarni tayyorlash kerakligini kech tushunadi. Men bugun sizga masalani oddiy tilda, ortiqcha vahimasiz, lekin juda aniq tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiya masalasida bitta narsaga o'rganib qolgan edi. Yoshim yetadi, mehnat daftarcham bor, pensiya jamg'armasiga boraman, hujjat topshiraman, keyin menga pensiya tayinlanadi. Lekin amalda jarayon bundan ancha murakkab. Pensiya miqdori faqat yoshga qarab belgilanmaydi. Unga ish staji, rasmiy ishlagan davrlar, to'langan ijtimoiy soliq, ish haqi miqdori, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, ayrim imtiyozli toifalar va boshqa ko'plab omillar ta'sir qiladi. Oldingi tartibda ko'p fuqarolar qog'oz hujjatlarga tayanardi. Mehnat daftarchasi asosiy dalil bo'lib kelgan. Agar daftarchada yozuv bo'lsa, odam o'sha davr stajga kiradi deb o'ylardi. Ammo keyingi yillarda tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirildi. Endi davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. Bu nimani anglatadi? Bu degani faqat daftarchadagi yozuv emas, balki ish beruvchi tomonidan hisobot topshirilganmi, soliqlar to'langanmi, arxivda buyruq bormi, tashkilot haqiqatda faoliyat yuritganmi? Bular ham ahamiyatli bo'lib bormoqda. 15 sentyabrdan keyin odamlar orasida hamma pensionerlarning taqdiri hal bo'ldi. Endi oldingidek bo'lmaydi. Pensiyalar qayta ko'rib chiqiladi degan gaplar ko'paydi. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Har qanday o'zgarishda eng muhim narsa vahimaga berilmaslik, rasmiy tartibni tushunish va o'z hujjatlaringizni tartibga keltirishdir. Deputatlar muhokama qiladigan yoki qabul qiladigan normalar odatda pensiya tizimini shaffoflashtirish, adolatsiz hisob-kitoblarning oldini olish, noqonuniy tayinlangan to'lovlarni aniqlash yoki aksincha haqqi bor fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida bo'ladi. Asosiy o'zgarish shundaki, endi pensiya masalasida og'zaki gap, tanish orqali hal qilish, daftarchada shunday yozilgan degan yondashuv tobora kamayadi. Raqamli tekshiruv, hujjatlarning mosligi, ish stajining tasdiqlanishi va hisob-kitobning izchil bo'lishi birinchi o'ringa chiqadi. Bu bir tomondan yaxshi, chunki haqiqiy staji bor odam o'z huquqini aniqroq talab qila oladi. Ikkinchi tomondan hujjatda chalkashlik bor odamlar oldindan harakat qilmasa, pensiya tayinlashda kechikish yoki rad javobiga duch kelishi mumkin. Endi kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan fuqarolar. Nega aynan shu yosh oralig'i muhim? Chunki 45 yoshdan keyin inson o'z pensiya stajini jiddiy tekshirib qo'yishi kerak. Ko'pchilik pensiya yoshiga 1 yil qolganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Bu eng katta xato. Arxivdan ma'lumot olish, eski tashkilotni topish, ish haqi bo'yicha spravka chiqarish, noto'g'ri yozilgan ism familiyani tuzatish ba'zan bir necha oy emas, 1 yilgacha vaqt oladi. Masalan, 52 yoshli ayol 1994 yildan 2001 yilgacha tikuvchilik korxonasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin korxona tugatilgan, arxivga topshirilgan hujjatlar to'liq emas. Agar u pensiya yoshiga kelibgina murojaat qilsa, o'sha 7 yil staj masalasi tortishuvli bo'lishi mumkin. Agar u hozirdan arxivga so'rov yuborsa, korxona buyruqlari ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish hujjatlarini topishga ulguradi. Natijada kelajakdagi pensiyasi kamayib ketishining oldi olinadi. Ikkinchi guruh rasmiy ishlamagan yoki uzoq vaqt norasmiy ishlagan fuqarolar. Bu juda og'riqli masala. Ko'pchilik qurilishda, savdoda, xizmat ko'rsatishda, fermer xo'jaligida yoki kichik tadbirkor yonida yillar davomida ishlagan. Lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan. Oylik qo'lga berilgan, soliq to'lanmagan. Pensiya hisobida esa men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi.
tizim hujjat so'raydi. Agar hujjat bo'lmasa, o'sha davr stajga kirmasligi mumkin. Masalan, erkak kishi 20 yil ustachilik qilgan, ammo faqat 8 yil rasmiy ishlagan. U o'zini 20 yil mehnat qilgan deb biladi. Bu hayotiy jihatdan to'g'ri. Lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiqlangan 8 yil ko'rinadi. Natijada kutilgan pensiya chiqmaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Bugungi kuningizni emas, pensiyadagi kuningizni ham o'ylang. Rasmiy shartnoma, soliq to'lovi va elektron mehnat staji kelajakdagi pulingizdir. 3-guruh. Allaqachon pensiya olayotganlar. Ular nimadan xavotir olish kerak? Agar pensiya qonuniy hujjatlar asosida tayinlangan bo'lsa, odam har oy o'z pensiyasini olib kelayotgan bo'lsa, oddiy pensioner vahimaga tushmasligi kerak. Lekin agar avvalgi hisob-kitobda ayrim davrlar noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, hujjatlar mos kelmasa yoki keyinroq qo'shimcha ma'lumot topilsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bu har doim ham kamaytirish degani emas. Aksincha, ko'p hollarda odamning foydasiga ham bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Bir pensioner ayol 2012-yilda pensiyaga chiqqan. O'sha vaqtda 1996-1997 yillardagi ish haqi bo'yicha hujjat topilmagan. Shuning uchun pensiyasi kamroq hisoblangan. Keyin farzandi arxivdan ma'lumot topdi. Ma'lum bo'lishicha, o'sha yillarda ayol yuqoriroq maosh olgan. U qayta hisob-kitob uchun murojaat qilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Demak, qayta ko'rish har doim yomon emas. Muhimi hujjatning to'g'ri va qonuniy bo'lishi. 4-guruh imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Masalan, zararli ishlab chiqarish, og'ir mehnat, tibbiyot, ta'lim, harbiy xizmat, ichki ishlar, ayrim davlat xizmatlari, ko'p bolali onalar yoki nogironligi bo'lgan farzandni parvarish qilganlar. Bu toifalarda umumiy tartibdan farqli holatlar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz bor degani avtomatik ravishda hamma narsa beriladi degani emas. Imtiyoz ham hujjat bilan isbotlanadi. Masalan, fuqaro kimyo zavodida ishlagan va o'zini zararli mehnat sharoitida ishlagan deb hisoblaydi. Lekin lavozim nomi, sex nomi, ish sharoiti ro'yxati va ish beruvchi bergan ma'lumotnoma mos kelmasa, imtiyozli staj tasdiqlanmasligi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar ish joyidan yoki arxivdan oddiy staj ma'lumotnomasi emas, aynan imtiyozli sharoitni tasdiqlovchi hujjat so'rash kerak. 5-guruh. Ism, familiyasi o'zgargan, hujjatlarda harf xatosi bor fuqarolar. Bu mayda masala bo'lib ko'rinadi, lekin pensiya tayinlashda juda katta muammo tug'diradi. Masalan, pasportda Karimova Dilbar, mehnat daftarchasida Karimova Dilbarxon, diplomda Karimova D, nikoh guvohnomasida esa boshqa familiya bo'lsa, tizim buni bitta shaxs ekanini tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Ayniqsa Sovet davridagi hujjatlarda ruscha va o'zbekcha yozuvlar farq qilgan bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz soliq va hisobotlarni topshirgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda davrlar ko'rinayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz hujjatlar bilan mos bo'lsa, unda katta xavotirga asos yo'q. Lekin bu umuman tekshirmay qo'ying degani emas. Men har bir fuqaro kamida yiliga bir marta o'z ish staji va soliq to'lovlari holatini tekshirib qo'yishini tavsiya qilaman. Endi istisnolar. Yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi borligi staj 100% tan olinadi degani emas. Daftarchada yozuv bo'lishi kerak. Lekin yozuv to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi ham muhim. Ishga qabul qilish buyrug'i raqami, sana, tashkilot muhri, mas'ul shaxs imzosi, ishdan bo'shatish asosi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ba'zan daftarchada yozuv bor, lekin muhr yo'q. Ba'zan muhr bor, lekin sanad tushunarsiz. Ba'zan tashkilot nomi bir joyda boshqacha, boshqa joyda boshqacha yozilgan. Bularning hammasi qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Bola parvarish davri. Ko'p ayollar men uyda bolalar bilan o'tirganman, bu hammasi stajga kiradi deb o'ylaydi. Bu masalada aniq tartiblar bor, davrlar chegarasi bor, hujjatlar talab qilinadi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, ish joyidan ta'til buyruqlari kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol rasmiy ishda bo'lmagan bo'lsa, ayrim davrlarni hisobga olish tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Shu sababli bu masalani oldindan pensiya jamg'armasi yoki vakolatli mutaxassis bilan tekshirtirish kerak. 3-nozik jihat, chet elda ishlagan davrlar. Hozir ko'plab yurtdoshlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Chet elda ishlagan davr har doim ham avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shilavermaydi.
bu davlatlar o'rtasidagi kelishuvlarga rasmiy ishlaganingizga, ijtimoiy to'lovlar qayerga to'langaniga va hujjatlarning tasdiqlanishiga bog'liq. Agar odam chet elda 10 yil ishlagan bo'lsa, lekin rasmiy shartnomasi bo'lmasa, keyin bu davrni isbotlash qiyin bo'ladi. 4-nozik jihat. Tartibdagi tadbirkorlar. Tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lishning o'zi yetarli emas. Muhimi, belgilangan to'lovlar to'langanmi? Faoliyat davri uzluksizmi? Qarzdorlik bo'lmaganmi? Masalan, fuqaro 2010-yildan 2020-yilgacha yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, lekin ayrim yillarda to'lov qilmagan. U 10 yil to'liq staj hisoblanadi deb o'ylashi mumkin. Ammo amalda to'lovlar bo'yicha farq chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun tadbirkorlar soliq organidagi shaxsiy kabineti orqali qarzdorlik, to'lov va faoliyat davrini tekshirishi kerak. 5-nozik jihat, pensiyani oshirish uchun yolg'on hujjat tayyorlash. Men buni alohida ogohlantiraman. Ba'zi odamlar arxivdan tanish topib beraman, staj qo'shib beraman, maoshni ko'paytirib ko'rsatamiz degan takliflarga uchraydi. Bu juda xavfli. Agar hujjat soxta chiqsa, faqat pensiya kamayishi emas, ortiqcha to'langan pulni qaytarish, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik masalasi ham kelib chiqishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l faqat rasmiy manba, rasmiy so'rov, rasmiy javob. 6-nozik jihat. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlash. Ko'pchilik pensioner ishlasa, pensiyasi to'xtab qoladi deb o'ylaydi. Yoki aksincha, ishlasam pensiyam avtomatik oshadi deb kutadi. Bu masalada ham tartiblar bor. Ayrim hollarda ishlayotgan pensionerning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Ayrim hollarda to'lov tartibi alohida belgilanadi. Eng muhimi, rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni to'g'ri rasmiylashtirgan bo'lishi kerak. Norasmiy ishlash bugun qo'lga ozgina ko'proq pul berishi mumkin, lekin ertaga huquqingizni isbotlashni qiyinlashtiradi. 7-nozik jihat. Minimal pensiya va qo'shimcha to'lovlar. Fuqarolar ko'pincha qo'shnim falon pul oladi. Men nega kam olaman deb solishtiradi. Lekin ikki odamning pensiyasi bir xil bo'lishi shart emas. Birining staji ko'proq, boshqasining maoshi yuqoriroq. Birida imtiyozli davri bor, boshqasida hujjat yetishmaydi. Bundan tashqari, ayrim toifalarga qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar yoki ijtimoiy yordamlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun solishtirishdan ko'ra, o'z hisob kitobingizni yozma asosida so'rash to'g'riroq. 8-nozik jihat, arxiv hujjatlari. Eski korxona tugatilgan bo'lsa, odam endi hammasi yo'qoldi deb o'ylamasligi kerak. Ko'p hollarda tugatilgan tashkilot hujjatlari davlat arxiviga yoki idoraviy arxivga topshirilgan bo'ladi. Lekin qaysi arxivda ekanini topish kerak. Tuman arxivi, viloyat arxivi, tashkilotning huquqiy vorisi yoki yuqori turuvchi idora orqali izlashga to'g'ri keladi. So'rovda men ishlaganman, ma'lumot bering deb umumiy yozish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishlagan davr, lavozim, bo'lim, tashkilotning o'sha paytdagi nomi, taxminiy buyruq sanalari ko'rsatilsa, javob tezroq va aniqroq keladi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling yoki telefoningizda ro'yxat tuzing. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz? Tashkilot nomi nima bo'lgan? Lavozimingiz nima? Qachon ishga kirgansiz? Qachon chiqqansiz? Rasmiy shartnoma bo'lganmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Oylik rasmiy berilganmi? Shularning hammasini sanalar bilan yozing. Bu ro'yxat keyingi barcha harakatlar uchun asos bo'ladi. Ikkinchi qadam. Elektron ma'lumotlarni tekshiring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organining shaxsiy kabineti mybook.uz, pensiya jamg'armasi xizmatlari yoki mahalliy davlat xizmatlari markazi orqali o'zingiz haqingizdagi mavjud ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Agar elektron mehnat tarixida ayrim davrlar ko'rinmasa, darhol sababini aniqlang. Ba'zan ish beruvchi ma'lumot kiritmagan bo'ladi. Ba'zan pasport ma'lumotlari yangilangani uchun bog'lanish kerak bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni bir papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, imtiyozli ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq hujjatlar bo'lsa, barchasini tartiblang. Har bir hujjatdan sifatli nusxa oling, lekin asl nusxalarni ham ehtiyot qiling. 4-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Agar tashkilot hozir ham
ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga yozma murojaat qiling. Murojaatda ishga kirgan va chiqqan sanangiz, lavozimingiz, ish haqi bo'yicha ma'lumot kerakligini aniq yozing. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qilsangiz, javob ham rasmiy bo'ladi. 5-qadam, tashkilot tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. So'rov matnida shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falon yillarda falon tashkilotda falon lavozimda ishlaganman. Pensiya tayinlash yoki stajni tasdiqlash uchun ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish. Lavozim va ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Albatta, shaxsiy ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz va manzilingizni kiriting. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski familiyangizni ham yozing. 6-qadam, pensiya yoshiga kamida 1 yil qolganda dastlabki maslahat oling. Bu juda muhim. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring yoki davlat xizmatlari markazi orqali maslahat so'rang. Mening hujjatlarim to'liqmi, qaysi davrlar tasdiqlangan, qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak deb aniq savol bering. Agar javob og'zaki bo'lsa, eslab qolish qiyin. Imkon qadar yozma tushuntirish yoki ro'yxat so'rang. 7-qadam, xatolik topsangiz kechiktirmang. Ismda bitta harf xato bo'lsa ham keyin tuzatarman demang. Tug'ilgan sana, familiya, otasining ismi, tashkilot nomi, ish sanalari mos kelmasa, tegishli idora orqali tuzatish yoki tasdiqlash choralarini ko'ring. Ba'zan notarial tasdiq. Sud orqali faktni belgilash yoki arxiv hujjati talab qilinishi mumkin. Bu ishlar vaqt oladi. 8-qadam, har bir murojaatni yozma qiling va nusxasini saqlang. Davlat idorasiga ariza topshirsangiz, qabul qilingan sana kirim raqami yoki elektron murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali gaplashganingiz yaxshi, lekin huquqiy jihatdan yozma murojaat kuchliroq. Keyin masala cho'zilib ketsa, aynan shu raqamlar orqali javob talab qilasiz. 9-qadam, pensiya hisob kitobini tushunishga harakat qiling. Sizga qancha pensiya tayinlanganini bilishning o'zi yetmaydi. Qaysi staj davrlari hisobga olingan, qaysi ish haqi davri olingan, qanday qo'shimchalar qo'shilgan, nimasi rad etilgan, buni bilishingiz kerak. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan izoh so'rang. Shunaqa chiqdi degan javob bilan cheklanib qolmang. Fuqaro o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi odamlar uchun juda sezgir. Shuning uchun bundan foydalanadiganlar ham bor. Staj qo'shamiz, tanishim bor. Pensiyani oshiramiz, deputat qarori chiqdi. Hammani qayta ro'yxatdan o'tkazyapmiz degan gaplarga ishonmang. Har qanday to'lov faqat rasmiy tartibda, rasmiy kvitansiya bilan bo'lishi kerak. Hujjatni esa faqat vakolatli idora beradi. Endi bir necha hayotiy holatni ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, 6 yoshga yaqin erkak 1990-yillarda kolxozda ishlagan. Hujjatlari tarqoq, mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin ish haqi ma'lumoti yo'q. Bunday odam birinchi navbatda sobiq kolxoz hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman hokimligi, arxiv yoki fermer xo'jaligining huquqiy vorisi orqali ma'lumot so'raladi. Agar ish haqi topilmasa, boshqa tasdiqlovchi hujjatlar orqali staj masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu oldindan aniqlanishi zarur. Ikkinchi holat, 55 yoshli ayol 25 yil bolalar bog'chasida ishlagan. Keyin 8 yil uyda farzandlari bilan bo'lgan. So'ng savdoda norasmiy ishlagan. U pensiyasi yuqori bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Chunki norasmiy savdo davri muammo tug'diradi. U hozirdan bog'chadagi stajini, bola parvarish davrlarini va familiya o'zgarishlarini tasdiqlashi kerak. Agar hozir ishlayotgan bo'lsa, albatta rasmiylashtirishni talab qilish kerak. 3-holat. Pensioner 30 yildan beri pensiya oladi. Lekin yaqinda eski ish joyidan ish haqi ma'lumotnomasi topildi. U endi kech bo'ldi deb o'ylamasin. Tegishli hujjatlar bilan qayta hisob kitob so'rab murojaat qilish mumkin. Natija har doim ham katta oshish bo'lmasligi mumkin. Lekin qonuniy huquq bo'lsa, undan foydalanish kerak. 4-holat. Chet elda ishlagan fuqaro qaytib keldi va men 12 yil ishladim, pensiyamga qo'shiladi deb kutyapti. U avvalo qaysi davlatda, qaysi tartibda ishlaganini, rasmiy shartnoma va ijtimoiy to'lovlar bo'lganini aniqlash kerak. Chet eldagi ish beruvchidan hujjat olish, tarjima va tasdiqlash masalalari bo'lishi mumkin. Bu ishni pensiya yoshiga yetganda emas, ancha oldin boshlash kerak. Demak, 25 sentyabrdan keyingi muhokamalar va o'zgarishlar atrofidagi eng muhim xulosa shuki,
pensiya tizimida endi hujjat, elektron ma'lumot, rasmiy staj va aniq hisob-kitobning ahamiyati yanada ortadi. Oldingida keyin bir amallab to'g'rilayman degan yondashuv xavfli. Kimning hujjati joyida bo'lsa, u xavotirga tushmasin. Kimning stajida bo'shliq, arxivda muammo, familiyasida farq, norasmiy ishlagan davrlari yoki imtiyozli staj bo'yicha savoli bo'lsa, hozirdan harakat qilsin. Men sizga eng asosiy tavsiyani beraman. Pensiya masalasini pensiya yoshida emas, undan ancha oldin boshlang. O'z stajingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, arxivga yozing, elektron bazalarni ko'ring, xatolarni tuzating va har bir javobni saqlang. Shunda ertaga sizga tegishli pulni olishda qiynalmaysiz. Sizning oilangizda pensiya hisob-kitobi, staj, arxiv yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollarni keyingi videolarda alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Bu mavzuda vaqtida ogoh bo'lgan odam ko'pincha o'z haqini yo'qotmaydi.